Hoji aka, xavotir olmang, sizga uchastka sotmoqchi emasman, lekin yangi qurayotgan uchastkangizni eng ko'rkini ochadigan narsani ko'rsatmoqchiman. Mana shu yerda nima ko'zingizga joq etib tashlanib turibdi? Конечно, mana bu nержавейка perillalar. Hozirgi kundagi eng zamonaviy trend bo'layotgan narsa aynan shunaqa zinalar bo'layotgan ekan. Ya'ni perillalar. Buni o'pdim, birinchi qo'l joyini topib qo'ydim. Hoji aka, bu perillalarni xilini ko'rsangiz-chi, bularni ko'rib palon pul tursa kerak deb o'ylaysizmi? Yo'q, kenaymi bo'yinlari trosi puli ham turmaydi menimcha. 3 million, 4 million atrofida turar ekan 1 metr. Tasavvur qiling, shu 3 etajli uchastkangizni zinasizdagi gir aylantirib olib chiqsangiz shu zinadan. Ishoning, uyingizni eng ko'rk narsasi aynan mana shu bo'ladimi deyman. Undan tashqari siz xohlagan xillari bor. Voy, men bilan turlarni ko'rib olib, tom ketib qoldi bor-ku. Bu yoq-buyog'ingizga dekoratsiya qilish uchun konsollar ham bor. Ko'cha tomoni zinalariga qo'yiladigan mana perillalarning ham xillari bor ekan, nержавейка. Bularning hammasi Xitoydan keladigan xillari ham bor. O'zimizda ham ishlab chiqariladi. Misol uchun aynan nержавейка stol-stullar bo'yicha Metal Mart O'zbekistonda eng ko'p sotayotganlar hisoblanishar ekan. O'zbekistonning Luboy viloyatida filialligi bor. Bundan tashqari Qirg'izistonda, O'sh shahrida ham filialligi bor ekan. Srochnik Hoji akalarga tarqatib qo'ying. Qanaqa qilib uyimni hech kimda yo'q stilda qilmoqchi yoki zodagoni meniki bo'lsin deganlar ko'p bizda. Aynan shunaqadan qildirib yormasangiz bo'lmaydi. Lekin aslida Samarqand shahri ko'p shunaqa qildirsa kerak. Toshkentliklar ham, Luboy viloyatliklar agar qildirsa ishoni hech kimda ko'rmaysiz bunaqasini. Toshkentdagi lokatsiyaligi Chuqursoy taksoparki to'g'risida, Chuqursoy o'zida. Qolgan O'zbekistonning boshqa filiallarini bilish uchun profilingni qoldirganman. Aloqaga chiqib batafsil bilib olsangiz bo'ladi. Hoji aka, lekin mana shu zo'r ma'lumot berdim-a.